Aleyküm. Ertamiz kuzatuvchilar. Men anchadan beri video qilmadim. Moqchi emas edim, lekin bir narsa dalda bo'ldiki, bir narsani aytmoqchi bo'ldim. Hech zamoniki bir zamoni bor. Dunyoni o'zingizning qarshingizni o'lcholmaysiz, o'lchaganingiz bilan qarish to'g'ri chiqmaydi. Chunki hammani qarish har xil chiqadi. 2025-yili 25-may kuni uylandim. Va uyin oyini 7-sida ichki ishlardan telefon qilishdi. Meni chaqirishdi. Men tushunmadim nima uchunligini, sababini hech kim aytmadi. Gaplashdik. Bordim. Bu yerda pul atilsam bo'yicha jinoyat guruhi endi bor edi. Va davlat xavfsizlik xizmatidan bir bola bordi. Lekin u vodiylik edi. Ismi nimaligi esimdan chiqib ketdi. Xullas, meni 2020-yili va 2019-yili YouTube kanaliga qo'yilgan narsalarimni nima deydi, o'sha to'liqligicha dalil sifatida olib 244-modda bilan jinoyat ishi qo'zg'atib suhbatga chaqirishgan. Va men borganman. Suhbat davomida aytganman, u 4 yil oldingi, hozir alhamdulillah ishlayman. İşim bor. Oila qurdim yaqinda. Men bu vatanda misol hech kimga berib qo'ymayman. To'g'ri, kimdir ko'chada avtomat ko'tarib kelsa, birinchi qochib ketayotgan ana deydi-ku, yo'q, biz unaqa odam emas. Biz qochib ketmaganmiz hech joydan, undan keyin ham qochmaymiz. To'g'ri borganman hamma joyga. Misol men hech kimdan bir muttaham joyim ham yo'q, qarzdorligim ham yo'q. Do'stim, meni qiynagan narsa bir narsa bo'ldiki, 244 yana tak 200 aniq esimda yo'q. Xullas 244-modda bilan suhbatga chaqiryapti. Tasavvur qiling, 244 qanaqa? Terrorizm va ekstremizm bu. Ochiq aytganda. Meni umuman bu ko'chada ichi yursam-da, unaqa narsaga aloqam yo'q o'zi umuman. Aybim shu haftada bir marta jumaga borganim, hozir bormay ham qo'ydim. Bu gap nimaga aytyapman? U bunaqa bo'ldi. Xo'p, suhbat o'tdi. Va to'liqligicha audio yozuvi olindi. Va olingandan keyin ketdi. Va men telefonimda xatloq o'qimoqchi bo'ldi. Nima? Xolis chaqiring deb aytdim. Xolis shart emas, xolis. Men shu men ishonaman-da, misol unaqa xolis qonuniy ulardiki, misol noqonuniydir balkim, lekin men uni bilmayman, lekin men unga rozi bo'ldim-da. Chunki men telefonimda yomon narsa yo'q. Keyin telefonimni oldi, ketdi, keyin sud bo'ladi deb chaqirdi, bordim. Men telefonim juda zaril, to'g'ri tushuning narsalari bor, rasmlarim endi 2022-yildan beri ishlatadigan telefonim bor endi, baribir bu yerga borganimda tushuning rasmlar, boshqa hammasi telefonimda saqlaganman. Bu o'tdi-da, sud hujjatlarida, ya'ni o'sha ichki ishlarda chaqirishdi, ma'muriy bo'ladi deyishdi. Men jinoiy bo'lishiga asos yo'q-da. Aniq asos keltiring, bo'lmasa mayli jinoyat. Men qarshi emasman, qonuniy ko'ring. Qanday tarafdan kelsa ham qonuniy ko'ring. Xo'p, qonuniy ko'ramiz. Va sudga bordik. Sudya aytdi, seniki dedi og'irroq dedi. Hayron qoldim. Sudya Qilichmi degan sudya. Ismimda yo'q. Qashqadaryo viloyat Ko'kdala tumani ma'muriy ishlar bo'yicha sud edi. Va sud raisi misol menga nima qilgan, endi unga ham olib borgan narsasi bo'yicha qilyapti. Menga qo'yilgan ayblov sudda qarorini oldim. Xullas, bu hafta sud qoldirildi, keyinga cho'zdirildi. Bu haftasiga sudga chaqirdi. Men borguncha sud o'tkazib telefonim musodara bo'ldi. Bu telefon 450 millionga baholashdi va musodara qilishgan. Sotib olsang bo'ladi. Men nima deydi, bir marta
to'liqligicha ajragan narsamga yana yugurgim kelmaydi. O'zi ochiq shunaqa xarakterim bor. Bir marta ketdim, u foydasi yo'q, ikkinchisiga shart emas, ya'ni unaqa narsalarga. Sud bo'ldi, menga eng kam ish haqqini 25 barobar qo'llangan deyildi. barobar qo'llandi dedi, deyildi. Bu 50% chegirmadami deb so'radi. Ha, chegirmada. 18 million 600 qanchadir so'm bo'lsa kerak, 18 milliondan ziyodroq pulida. Va men bir hafta 10 kundan keyin bordim. Chegirmasi bilan bo'lganda o'sha 9 million qancha to'lashim kerak bo'lgan kun o'tib ketganda 13 million qancha, ya'ni 30% chegirmasi qolgan ekan. Endi unga imkonim yetmaydi, to'lolmayman. Real to'lash imkoni yo'q. 19 million o'zim hech qayerda telefonimni musodara qilgan 19 million pul meni diniy ekstremizmga taalluqli deb men birovga bir yomonlik qildimmi yo anaqa bor, birov bilan bir gaplashdimmi yo telefonda birov bilan gaplashgan joyim bormi yo birontasiga like bosdimmi yo bir ko'rdimmi, eshitdimmi. Men даже mana men sizlarga haqiqatni aytaman, oddiy yomon, ya'ni negativ fikrlaydigan kanallar bo'ladi-ku. Ularni ham ko'rmayman даже. Nimaga? Shtobi ularni miyasi negativga to'lgan. Nimaga? Negativga to'lib ketdi. Nimaga siz yaxshi ish bo'lsa ham yomon tarafini olib ko'rsatadi, yomon ish bo'lsa ham yomon tarafini olib ko'rsatadi. E'tibor qilsanglar, faqat boyagi negativ fikrlaydi. Nimanidir to'g'ri qilsa kerak, misol faqat yomon ish qilmasa kerak. Bizda misol katta davlat, o'z davlat siyosatida misol o'ziga yarasha nimalari deydi. Tajribasi bor odamlar ishlayapti bu yerda. Misol uchun men u narsaga ishonaman. Chunki men siyosatchilarni hayotda ham ko'rib, suhbat qilib ko'rgan odamman-da. Ular to'g'ri ishlaydi. Hech qayerda noqonuniy ishlamaydi. Va respublika bo'lgandan keyin bu demokratik davlatning konstitutsiyalari va qonunlariga bo'ysunadi va qonunlardan tashqari chiqmaydi. Va men shu narsani ayta olaman. Mana 2016-yildan keyin bizni mana o'zi qishloqdoshlar biladi, bizning qishloqda hayot o'zgargan. Bu joydan so'raversin, hayot o'zgargan. Nimaga? Birinchi masala chiroq masalasi, elektr energiya masalasi. Mana men bilaman, yoshroq edim, men aniq nechanchi yillarmi, 2019-2010-yillari bir oyda bir marta svet yonmagan kunlar bo'lgan. Bizning qishloqda misol uchun. Bu narsani bilgan bilan. 2016-yil bo'ldi, svetimiz o'chmadi. Alhamdulillah. Ammo mahallalarga gaz ballonlar berib boshlandi. Davlat tomonidan to'ldirib beriladi. Arzonlashtirilgan gaz, misol uchun o'sha ham o'rtacha oilaga bir oyga bemalol yetadi va ortadi ham. Misol bizda ko'pincha ortib qoladi. Yoz paytlari ko'p ortib qoladi. Qishda sal ko'proq ketadi. Bu yerda bir narsa bor-da, bu noshukrlikda aslida. Misol uchun negativ narsalarni, misol uchun o'sha o'smirlik davrida ko'rgandan keyin miyani o'sha faqat negativga burib qo'yadi-da. Misol davlat unday, davlat bunday. Davlat senga nima qildi? Yordam berayotgan bo'lsa, mana harakat qilsang, pul topsang, misol oldin 2010-yillarda, misol 2014-yillarda, bizda 2012-yil Toshkentga borganman birinchi marta. Shu yashil formadagini ko'rsak, qochib qutulib ketsak, xudo derdik-da. Misol uchun-da, pasporting bo'lsa ham boyagi nima, ro'diga, yoqqa-bu borib, bir kunlab o'tirib, mana qo'llarni qoramoyga bo'yab, qog'ozga mana shunday holatda yashab kelgan odammiz-da. Misol uchun, yesirda odam bo'lmasa ham, misol shu kunlarda real hayotda ko'rgan. Hozir Toshkentga boramizmi? Misol uchun-da, boshqa joyga ham hech qanaqa biron joyda muammo bo'lgani yo'q. Misol uchun, men ham ko'p boraman. Bemalol oldin boyagi militsiya desa to'g'risi, misol ko'pchilik seskangan, men ham seskanganman yoshlik paytlarida. Hozir bemalol do'stona suhbat qila olamiz. Siz yaxshimi, men yaxshimi, siz qanday masalada nima qila olasiz, men qanday. Mana shu masalalarda gaplasha olamiz, bir-birimiz bilan fikr almashibda. Bu yaxshi narsa aslida. Bu davlatning yaxshi tarafi o'zgargani bo'ladi.
xalqqa erkinlik berildi. Bir narsa borda, erkinlik berildi deb ha deb gapirish kerak emas-da. Erkinlik fikr va so'z erkinligi berildi. Misol pora olish erkinligi yoki kimdir aldab ketish erkinligi, unaqa narsa berilgan yo'q-da. To'g'risi-da. Misol yo'q deydi, O'zbekiston erkinlikni o'zi berib, o'zi unday qiladi. Yo'q, bunday qilgan yo'q. Faqat ortiqcha gaplar ham kerak emas-da. Umumiy. Bu davlat, bu kolxoz emas. Fermer xo'jalik emas, bu davlat. Bu davlatda 40 millionga yaqin aholi yashaydi. Va shu davlat fuqarosi va shu davlat pasporti bilan misol uchun hozirgi kunda, ayni vaqtlarda 37 ta davlatga vizasiz chiqishga haqqi bor. 37 ta davlatga vizasiz chiqish haqqi bor. Birdan rivojlangan mamlakat bo'lib qolmaydi bu. Shu narsani nimaga tushunmaymiz deb o'ylayman-da, men o'zim qiziqaman-da. Men shunaqa fikrlaydigan odamman. Unaqa nima deydi ana? Nima deydi ana kimdir yomon bo'libdi, mana bu nima bo'libdi. Men haqida bir og'iz gapirgan bo'la emasman. Shunchaki o'zimda misol ichkida hamda fikrim bo'lishi mumkin yoki qanaqadir misol hech kim ham Allohdan noumid emas. Men Allohni eslaydi, tavba qiladi. Bu yomon narsa emas-da. Men nima ekanman? Qarang, 2025-yilda 244 million avval. Uyatda u davlat uchun uyat emas. U o'sha ya'ni o'sha ma'lumotlarni bergan kim o'zi ham. Eng qizig'i u video qo'yganman. Video haqiqatdan noto'g'ri video. U yerda nima uchun noto'g'ri video bo'lgan? Bu noto'g'ri videoni o'zim qo'yganman. O'sha davrda menda ruxsat ham bo'lgan. Va umumiy hisobda men jalb qiluvchi emas, bu yerda jalb qilinganlarni topuvchi vazifasini bajarganman-da misol uchun. 2016-yili o'sha Qashqadaryo viloyatini ichki ishlar bo'limi terrorizmga qarshi kurash bo'limida shartnoma asosida ishga qabul qilishgan. Men qo'l qo'yganman va qilgan ishlarim uchun pul olganman. Mendan hech kim muttaham emas, misol boshqa emas. Lekin o'sha davrda bizga misol raqamlar berilgan va raqamlar ro'yxatga kiritilgan. Va o'sha raqamlar bo'yicha biz misol qilayotgan ishlarimiz to'liqligicha birinchi ular bilan maslahatlashib keyin qilganmiz. Mana shunaqa vaziyat bo'lyapti. Mana shuni qo'yib jalb qilsam bo'ladimi? Ya'ni o'sha o'zim bilan nima deydi, ishonchiga kirib qayerdaligini so'rab bilib, rasmini olib boshqa qilsam bo'ladimi degan paytimda ha deyishgan. Qilaver degan va men o'sha ishni qilganman-da. Bu yerda meni umuman aybim ham yo'q-da. Shu videolar kim qachon o'yin qiziq 30 bitta prosmotr bo'lganda ma'qul joyida. Bu davlat uchun qilganman, men o'zim shaxsiy manfaatim uchun qilmaganman. Endi shaxsiy manfaatim olganman, men u narsani yashirmayman, pul olganman. Yeb-ichar, kiyim-kechak hamma narsa berganmiz oldin, misol pul bergan, joy bergan, misol yotoq joylar bergan. Misol u davrlarda taksi bo'lmay qolsa, misol tuman markazida bo'lsa, men desam, misol ro'yxatdan joy qilgan, ro'yxatdan joy men yo'qkanman ham, misol ular hech qachon norozi bo'lmayman ham, bo'lmaganman ham va buni nohaqam deb hisoblamayman-da. Lekin hozirgi kunga kelib turib bunday ig'vogarchilik bilan menga ochiq aytganda ochiq qilingan tuhmatday narsa bo'ldi. Sababi desangiz, misol uchun menda unaqa moyillik ham yo'q. O'zim realni hayotda ko'p qiyinchiligini ham, yengil hayotni ham ko'rgan odamman-da. Menga unaqa nima deydi, badir-budir yo'l kerak emas. Men shu mayli qiyin bo'lsa, shu ro'zg'orim bor, otam bor, onam bor, alhamdulillah, akam, ukam, opam, jiyanlar hammasi bor-da menda hozir. Shu vaziyatda fursatdan foydalanib ularga bir yaxshi natija qilsam yoki ularga qandaydir sharoit qilsam, bu men uchun baxt-da. Bu faqat men uchun emas, butun farzandlar uchun baxt. Nimaiki qilsang ota-onangga farzandingdan qaytadi-da. Bu qaytishi bor, boshqa hammasini hisob-kitobini yaxshi natija ko'rsatishga harakat qilish kerak. Menga u ayblovli ish deydi-da. Misol u yerda
nima bo'lganini ham bilaman, qanday bo'lganini ham endi taxminiy jihatdan bilaman. Endi isbotim yo'qligi uchun aniq aytolmayman. Endi isbotlab ham bera olishim mumkin, lekin men nima deydi, noqonuniy narsalarga aralashmayman. Va aralashsam uni 1 soatda emas, 1,5 soat ham ketmaydi. Juda oshib ketsa yarim soat vaqtim ketadi. Kim kimga nima degan va kim orqali bu vaziyatga kelib chiqqanigacha topib kela olaman. Bu yerda kimda aybi qanday bilmayman, lekin meni orqamda chuqalash va 39 ta va bitta video 39 ta prosmotr uchun yozilgan video. Вот yana bitta video 31 ta prosmotr va men mast holatda bo'lganman o'sha videoni gapirayotgan paytim. Buni ham inobatga olmadi hech kim va o'sha videolar bunday olganda hozirgi kunda menga 19 million 600 qanchadir pul o'tdi. 19 million 600 ming so'm hozir o'zal majburiy ijrodan qarzdorligim bor. Va meni bunga to'lashga pulim yo'q. To'la olmayman. Hali to'lashga harakat ham qilmadim to'g'risi. Chunki va foydasi yo'q, imkonim yo'q. Ro'zg'orni durustdan boshqa hamma tarafi bor hayot kamchiligi. Va shuni asnosida yana bir narsa, bu narsa noto'g'ri, aslida noqonuniy. Menga qo'yilgan jazo esa 138, 180 necha shunaqada. Tushunasizmi? U degani telefonda pornografiya ko'rgan. Meni 244 bilan olib boryapti-da, keyin pornografik ma'lumotlarni saqlash. Tarqatmaganman lekin, ularga ro'ga tejamagan. Pornografik ma'lumotlarni saqlash bo'yicha ma'muriy ish ochib, o'sha bo'yicha menga jazo qo'llanadi. Eng qiziqqan joyim. Misol men bu narsani istamaganman, boshqa qilmaganman. Aka gapni sen bu tarafdan keng-da, men senga yo'l beraman, lekin bu tarafdan keng. Mana shunday, baraka. Keyin bu narsaga odamni ba'zida kulgisi keladi, ba'zida yig'lagisi. Men bunda sudda aybdor qilmoqchi emasman, ichki ishlarda aybdor qilmoqchi emasman. Lekin kimda aybdor qilishimni ham bilmayman-da. Terrorizmga qarshi kurash bo'limida shartnoma asosida ishlaganligim sababli o'sha davrda ro'yxatdan o'tkazilgan raqam, ya'ni bilan o'sha ishlarni qilganman, qilmaganman demayman. Lekin bunga men ruxsatim bo'lgan o'sha paytda. Og'zaki ruxsatim bo'lgan. Va buni men tasdiqlay olaman, isbotlay olaman. To'liqligicha men qandayki xodim bilan ko'rishgan bo'lsam, hammasini to'liqligicha tasvirga olganman, 100%. Misol uchun ro'dga kirishda telefonda qo'ygan, kamera bilan tasvirga olingan va hamma ovoz yozib olingan to'liqligicha. Men bu narsani aytmoqchi emasman, yo men kazyo'l emasman, biroz orqasidan sot etgan. Lekin menga alam qilgan narsa umuman boshqa narsa-da. Menga alam qilgan narsa o'sha davrda men qo'rqaman-da. Realni qo'rqaman va aytganman, men qo'rqyapman. Bunaqa ishlarga aralashmayman deganimda, ular menga aytgan, sen davlatga yordam bersang, men davlat senga yordam beradi deb. Va u va'dalar shunchaki nimada tilda qolib ketdi va 2019-20 yillarda qo'yilgan videolar uchun ma'muriy jazo qo'llanadi va bunga balki haqqi bordir, balki yo'qdir, uni bilmayman. Lekin sudning qarorida vazifalar belgilangan. Palonchi kanal bloklansin va palonchi misol Eshmurodov Jamshidga degan o'sha jarima qo'llansin degan. Va menda u kanalni login parolim bilmayman. Umuman esdan chiqib ketgan, men bilmayman. Login parolim bilmayman. O'shaning uchun login parolim bilmaganligim uchun bu kanalni men ocha olmayman, o'chirib tashlay olmayman. O'chirib tashlashdan bo'ladi-yu, lekin bunga juda katta vaqt, mehnat, pul ketadi. O'shaning uchun nima o'chirma deb aytdi ular. Va sudning qarorida shunaqa joyi borki,
o'sha kanal bloklansin deb. Qachonki o'sha kanal bloklanadi, men ham misol qonunga qo'yilgan ijorani bajaraman. Agar ular bajarmasa, men ham bajarmayman. Nimaga? Chunki har ikki tarafda ham misol uchun o'ziga yarasha yo'nalishi va tarkibi bo'ladi. Bir taraf bilan ishlab bo'lmaydi. Shuni hisobiga men bundan to'liqligicha noroziman. Baribir, lekin men tushib aytamayman. Men davlatdan norozi emasman. Men norozi bo'laman. Misol uchun, norozi bo'layotgan nimam bor mening? Misol uchun, o'zi umumiy hammani ham. To'g'ri, misol qaysidir doktor poraxo'r bo'lishi mumkin. Qaysidir boyagi gay kimdandir pul olgan bo'lishi mumkin. U degani hamma gay bir xil poraxo'r, bir xil boyagi nima deydi, ana shunday bir o'zini kasbini nimaga pulga almashaydigan bo'ladi yoki o'sha pul olish bu degani bir erkak kishi uchun pora evaziga birovga yordam qilish bu juda katta yomon ishda. U bitta poraxo'r bo'lsa hammasi bir tekis poraxo'r degani emasda. Porani ham olgicha oladi, olmagicha olmaydi. Misol doktorlarda ham shunday, doktorlar yomon deydi ko'pincha. Endi boyagi chet davlatda turib, meni davlat unday qildi, meni davlat unday qildi deganlarga men ishonmayman. Chunki o'zidan o'zi unaqa nimadir qilmaydi, lekin kecha menga bo'lgan ishdan keyin o'zim ham o'ylanib qoldim, lekin baribir ham u yerda meni ham aybim bor, yo'q demayman. Va o'sha videolarni o'chirmaslikka sababim o'sha davrdagi telefon akkauntlari, ya'ni o'sha boshqarma tarafidan berilgan va boshqarma xohlagan parolni o'zgartirgan va u parol nechiligini boshqarmadagi ham bilmaydi. Sababi u paytda ishlayotgan odamlar hozir endi bitta odamni aytayotgan bo'lsak, oxirat obod bo'lsin, joyi jannatda bo'lsin. U odam o'tib ketgan va men u odamdan mingdan ming roziman. Allohim rahmatini, ajri savobini umuman kam qilmasin. Bizlarda misol bir adashib bilmay qilib qo'ygan savoblarimizdan ham u odamga bersin Xudoyim. Va men bu narsani aytishimga sabab shuki, bundan keyin mana shu hozir 2025-yil dekabr oyida gapiryapman. Bundan keyin unaqa nima deydi, ana orqamda ko'rib qaysidir aybimni topmangizlarda shunday yuzimga kelib aytsa, bunday qiluvdim desa men ko'naman. Muomala qilsa hech kim ham misol siz kelib aka unday deya misol menga kelib uka unday o'zimni o'zim sen nima deyapsan, onangni deb so'kinib ketmayman. Misol uchun kelyapti-da, joylashdingmi deyapti. Yaxshimisan ham degan, misol yoshi katta ham o'zini izzatini bilish kerak-da. Qachonki izzatini bilgan odamni misol yoshi kichkinalar hurmat qiladi-da. O'zi izzatsiz bo'lib turib, yana hurmat talab qilayotgan odamlar ham ko'p. Joylashdingmi deb gapiryapti-da misol. Men unga yallayman, joylashdim aka, bu bo'yicha gapirsa butun hokimiyat ham, prokuror ham jim bo'ladi. Nimaga? Sabab bor bu yerda. Sababi shuki, Beglamsoyda 2020-yili karantindan oldinroq, karantindan keyin ekan. Shu karantin paytlari yoshlarni bandlikka chorlash uchun o'sha uzumzorlashtirib berish uchun mikrokredit bankidan har bir odamning hisobiga yarim gektarlik joy ajratilsin va uzum ekilib sug'orishlar to'liqligicha o'rnatilib berishlik uchun 30 million so'mdan kredit olingan. Bu yerda ko'pchilik bo'lgan. Har bitta mahallaga 10 ta odam olib borasan. U paytda Ayrton mahallasini raisi Qorayev Said degan odam edi. Shu qishloqdan bo'lsa kerak bu ham. Shu odam edi-da. Endi bu odamlarda misol ko'cha-ko'yda ko'ramiz, unaqa emas. O'sha
joyda birga bo'lib qoldik ham. Salomlashib ko'rishsam boyagi odam aytyapti, siz buni qayerdan taniysiz? Men mahaldan ketgan. Buni qayerdan taniysiz deydi-da. Mana qishlog'imdan, qishlog'imizdan opasni ekan, nimaga? Bu bir yildan beri qarzi bor, bergisi kelmaydi. Yana boryapti, kelyapti deydi. Bundan ko'ra birovni ko'zini kovlagandan o'zini orqasini tekislab qo'ygan juda ma'qul va yaxshi fikr bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yana ham bilmayman. Kim qanday o'ylaydi? To'g'ri, ko'pchilik meni yomon deydi, lekin yomon deganlar birontasiga yomonlik qilgan ekanman yoki qadar yomonlik qilgan joyim bor ekanman deb o'ylayman. O'zi kimga yomonlik qildim deb. Darpasini hamurgan yo'q. Halol yeb o'tirgan ovqatiga tuflab harom qilganim yo'q. Misol uchun-da. Yomon bo'lishi mumkin. Undan tashqari yana qanday yomon degan narsa bo'lishi mumkin-da. Endi o'ylaysiz-da, baribir o'tirib ba'zida o'ylaysiz. Nimaga odamlar bunaqa qilyapti yo bunaqa bo'layapti deb. Lekin hamma buni tushunmayapti. Har narsaga Allohdan. Men hech kimdan aybdor qilmayman bu dunyoda. Va buni javobi oxiratda so'raladi. Misol bu dunyoda bir-birimizni ranjitishimizga arzimaydigan dunyoda bu. Nimaga desangiz, misol uchun topamiz, tutamiz, hamma narsa qilamiz, baribir misol uchun kafanda ketamiz-ku. Shuning uchun aytadi-da, mana buyuklar ham aytgan-ku. To'plama yaxshi edi. O'shanda bizda endi har xil vaziyat, har xil odamlar, misol o'zbekchilik, men o'zbek millatidan bo'lganimga o'z faxrlanaman-da, ochiq aytsam. Misol ba'zi joylarda mensimasligim mumkin, lekin misol o'zbek bag'ri kengda, nimaga desangiz, misol Turkiyadan keladi, o'zlarim tilida gapiradi. Biz ularga turkcha bilganimiz uchun turkcha gapiramiz. Aslida ular ham o'zbekcha biladi, lekin o'zbekcha gapirmaydi. Nimaga? Millatparastlik Turkiyada juda kuchli. Afg'onlar ketsin, Suriyaliklar ketsin deb mana shunaqa gap aytadi-da. Misol men Turkiyada ko'p bo'lganim uchun men boyagi insonlarga g'animat suhbatda bo'lganman-da, hammasi bilan. Misol o'zim davlatda o'sha tinchligi bo'lmagan uchun shu yerda sarson sargardon bo'lib yuribdi, ota-onasi birov o'ldirib ketgan misolda, u yerda misol o'ldirib ketdi deyish ular uchun oddiydir, lekin bizga misol tasavvur qiling, uxlayapmiz, bir otdi deyapti. Misolda unaqa davlatda yashamaymiz birinchidan, alhamdulillah. Shunaqa gaplarni eshitgandan keyin odam baribir bir tarafdan rahmingiz keladi, ikkinchi tarafdan qahringiz keladi-da. Buni ular tushunayotgan yo'q. Bu ko'cha ko'rmaslik. Misol uchun turklar juda millatparastda. O'zbeklar ketsin deb gapiradi ba'zilar. Lekin biz baribir ularga turk tilida gapirib, mehmondo'stlik qilib, keling deb nima qilamiz. Bundan men xafa emasman. Bundan keyin bir narsani aytmoqchiman. Ichki ishlardan ham iltimosim. Menga hech kim teginmasin. Men bironta joyga teginmayman ham, qo'lim uzatmayman, bir og'iz iltimos deb ham birovga telefon qilmayman. Faqat menga teginmasin bo'ldi. Men nima deydi, berilgan va'dalarga ishonmayman. Chunki u paytda 18 yoshar bola bo'lganman-da. 18 yoshar bola paytimda men ishonganman. Va ishonganim shu bugunga kelib, mana orada 5 yil o'tib o'zimni boshimga balo bo'lib deb yopishyapti-da. Bu narsadan keyin ham yana nimagadir harakat qilish o'zi noto'g'ri. Avvalo xudo, men bir narsa deyapman. Meni juda nima deydi, anavi qilish shart emas. Men o'zimni eplayman. O'zimni eplayman. Birovdan yordam so'ramayman. Yordam bergim kelgan odamga yordam beraman. O'zimni muammoyim faqat sizlardan emas, menga teginmangizlar, men sizlarga bir og'iz teginmayman.
va agar jahil ketganda aql ketadi, jahil chiqqanda aql ketadi deydi. Bir yomonlik qo'yishdan qo'rqaman. Avvalo o'zimga yomon bo'ladi. Birovga yomonlik qilishni o'zi yaxshi emas-da. Noto'g'ri qilayotgan bo'lsa ham mayli, o'zini ishi to'g'ri qilayotgan bo'lsa ham, misol men kimnidir ishini baholaydigan darajada aqlliman deb o'zimni hisoblamayman. Chunki agar birovni baholaydigan darajada aqlli bo'lganimda bunaqa yurgan bo'lmaydi. Hozirgacha ham. Shunaqa xullas. Menga teginmangiz. Hayvot noqonuniy harakat qilmaganman ham. Va bundan shu yoshimgacha yashaganimdan ham afsuslanmayman. Bu gapim bilan davlatga bergan yordamim, ya'ni o'sha pullik yordamim deyam minnat qilmayman. Misol uchun bu meni davlatim, bu meni vatanim. Bu vatanga men yordam bermasam kim yordam beradi? Men bitta narsa borki, bizni davlat yomon deb internetga chiqib gapirsak, va chetdan ko'rayotgan o'ylamaydim. Bu harom o'zini yegan tuziga tupuryapti-ku deb. Tuz berib qo'yibdimi desa, tuz topishimizga sabab chiqib qo'yibdi. Bu davlat o'shancha imkon qadar tilga ehtiyot qilamiz. Til besuyak, har narsa do'radi. Bu til kim bilardiki, bir aka-ukaniki bir-biriga dushman qildi. Bu til ota-bolani bir-biriga dushman qildiki, bu til norasida go'daklarni yetim qilayotgan tilga ishonib nimadir deb bo'lmaydi. Men unday qo'raman. Hech kim hech narsa qo'ramaydi. Hech kim. Bir narsani bilingki, va o'zini o'sha vatani uchun, davlati uchun haqiqat yo'lida misol uchun qon to'kkan odam shahid bo'ladi-da. Misol uchun va bir soldatlar otib tashlab o'luvdi. Uydagilari yig'ladi. Yo'q, yig'lamaslik kerak. Men havas qilasiz-da ko'rib, misol uchun u shahidlikni olyapti-da, o'zini vataniga bir g'arazgo'ylar bostirib kelyapti. Bu uni himoya qilganda himoya yo'lida shahid bo'ldi. U top-toza shahid bo'ladi-da. Vatanni o'sha bu davlatda o'zbek deymiz va bir xil qizlar yarim yalang'och kiyinsa, unday qilma desa, senga nima deydi-ku? Bu gapni kim eshitgan, kim eshitmagan bilmayman, men eshitganman-da. Turkiyada polis bilan tanir edim-da, polis bilan aka bo'lib ketgan edik. 91-yilda Mahmud birov nimada trafik polisida ishlardi, nimada GAI'da, o'zimiz aytganda YPX xodim ishlardi. U odam keldida, endi biz jo'ramiz-da, ikkovimiz bir-birimiz bilan aka-uka, yaxshimisan, qo'shib turamiz. Boshqa shahar tarafda turamiz, men ham bu yerda turaman. Dom ikkovimiz ikki xillik bir-birimizga ana nimamiz tushganda, filishkamiz gaplashib turamiz. U bir kuni keldida, kecha bir masala bo'ldi dedi. Qanday masala dedi? Men shunaqa bir mashinani to'xtatdim, rulda ayol kishi ekan dedi. Kim menga dedi, shantaj qilib, men shunaqa sen meni yoqamdan ushladingmi, ko'kragimdan ushlading deb yozib beribdi dedi. Keyin men endi xafa bo'ldimki, endi u unaqa gap aytadi deb o'ylamadim. O'zi kim ekan u dedim, sen o'zbeging ekan dedi. Undan keyin bir marta bu nimada Demirko'y nima tarafda Igniyada shaharchasida ishlayman. Gastritsada ishlayman o'zim. Bir o'zim ishchiman. O'zi boshlig'im o'zim ishlayman. Misol uchun negadir bir Bolg'oristondan kelgan opa borda. Nurabla derdim. Va o'sha yerda ishladimda, endi televizor ko'rib o'tirardim. Kechqurun u yerda boshqa nima kurtlardan bilan birga nima qilardi? Kurtlar bor edi, 10 tacha qurilishda ishlardi. Shu gastritsada yotardi. Qurilishda yotiq joyi yo'q edi.
fasad qismi qolgandan keyin bu yerda bo'ldi-da vaziyat hammasi yaxshi bo'lib ketdi-da. Keyin bu yerda televizor ko'rib o'tirdik va fohishaxonani bosganni videosi chiqib qoldi. Endi turkcha gapiryapti, endi nima bo'lsa boyalar tushunmasin degan xayol qilyapti. Endi ular tushunmay turibdi. Endi ular past turkcha gaplashadi bir-biri bilan. Tojikchaga sal qarz keladi, turkcha biladi hamma. Keyin o'zbek vatandoshlari deb boshladi endi. 14 ta o'zbek ayollar shu o'tiribdi. Endi ular yaxshi odamlar, lekin baribir shunda ham orasida ichmasa bir 4 taza kulvardi-da ustundan misol. Bu degani sen mana bu yerda hech kimsan, lekin aniqqa borgandan keyin o'sha o'zbek senga aka, senga uka bo'ladi. Men Turkiyaga birinchi borgan paytim bir ayol kishi kutib olganda, men tanishim bo'lmagan boshqa bo'lmagan, tavakkal borganda ishlayman. Bir ayol kishi kutib oldi-da. Uyga bordik, bir jiyan bor ekan, 2004-yilmidi o'sha jiyani. Ismlarim esimda edi, o'g'il bola. Keyin Gulnoza opa bordi Samarqanddan, Bulung'urdan edi. Gulnozamidi, Dilnozamidi. Keyin Jizzaxdan Dildor opa degan o'g'il bordi. Meni ular o'sha Bashakshahardagi o'sha ijara uy deydi, mana kiralik uyga olib borib mana shu yerda yasha deb ko'rsatib o'sha nimani Samarqand o'sha Bulung'urdan bitta opa dedim, o'sha opani nimasi bordi. Akasi shu yerda edi. O'sha oldiga joylashtirib, misol men ochiq aytsam, musofir ayoldan yomonlik chiqmaydi deydi-ku. Bu haqiqatda rost gapda. Musofir ayoldan hech qachon yomonlik chiqmaydi. Nimagaki ko'radi hayotni, boshqalarni, hamma narsani ko'radi-da. Qiyinchilikni ko'rgan ayol yomon bo'lmaydi. Bir xilda aytadi-ki, ana u deydi Turkiyadami, misol Dubayda deydi, u deydi buzuqi deydi-ku. U yerga borgan hamma buzuqi bo'lmaydi, normal ayollar ham bor. Yaxshi buzuq emaslari ham juda ko'p. Faqat bizni o'ylashimizga, ya'ni nazarimizda har xil bo'lib qolganda. Avvalo har narsaki Allohdan. Bir narsaga bir narsa sababchi bo'lmasa, bu dunyo yaxshi dunyo bo'lmaydi. O'shaning uchun men aytmoqchi bo'lgan gapim shu. Odamlarga ham imkon qadar men bir men bir o'zim uchun yashaydigan odam. O'zim uchun yashaydigan odam. Imkon qadar menga nimangizdir tinchgina hayotimda yashay, o'zi mana shuncha yilda chiqqanimiz ham yetadi. Bu yog'iga endi imkon qadar tinch yashashni xohlayapman. O'shunga tinch yashayman. Nima deydi, birovga qaramligim ham yo'q, yomonligim ham yo'q. O'sha qishloqda ham, misol boshqa joyda ham hech bir birov bilan yoqalashayotganimni hech kim ko'rgan ham yo'q. Ko'rmaydi ham inshaalloh. Shuning uchun imkon qadar menga nimangizdir men birovga narsa demayman.
salomat bo'lingizlar. Shu yerlargacha ko'rgan bo'lsangizlar, sizlar haqlaringizga ham duo qilaman. Shuncha olgan umrlaringizni, ya'ni men 40 daqiqa umringizda o'tiribman, unga rozi bo'lingizlar. Buni ham Allohning oldida bir javobi bor. Hammaga rahmat. Men shu oddiy bir basharasi g'ijim bo'laman. Shuning uchun imkon qadar tinch qo'yingizlar, to'g'risi. Bezorlar bo'lib ketdim. Qayerga borsam meni g'iybatim, men kimga nima qildim? Hey, har narsaga Allohdan. Omon bo'lingizlar.